Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayyiba dersxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün fiqh dersligimizning 30 dersini o'qiymiz. Biz bugungi dersimizde al-i'tikaf, itikaf haqida to'xtalamiz. İtikaf degan nima desanglar? İtikaf deganning arab tilidagi lug'at ma'nosi lozim tutish, ching tutish, eslab olish degan ma'noda. Hamda shar'iy ma'nosi Ramazan ayida yoki boshqa vaqtlarda er kishining masjidni lozim tutishi, ayol kishining uyini lozim tutishini ko'rsatadi. Hamda buning shartlari va vojiblari va ham itikafning hukmi nima desak, sunnat muakkada itikaf va sunnat ya'ni mustahab bo'lgan itikaf va vojib bo'lgan itikaf. Unda olsa biz beshidan kelsak, uning hukmi nima deydi? Uning hukmi birinchidan sunnati muakkada. Qandaq vaqt sunnati muakkada bu? Ramazanning oxirgi o'nida itikafga kirish sunnati muakkada. Uningki vojib bo'lgan itikaf bormi desa, bor. U qaysi desa, nazr qilib o'tgan itikaf. Masalan, men Shavvol oyida 5 kun itikaf qilaman, Alloh uchun nazr qildim degan bo'lsam, menga bu xil shakldagi itikafda o'ltirish, ya'ni o'zimning qilgan nazrga vafo qilish vojib bo'ladi. Endi men masalan Ramazan oyida nazr qilmadim, boshqa oylarda qildim shundaqo nazrini. Bu vaqtda cho'qim ro'za tutib, undagi itikaf kirishim shartmi? Albatta. Vojib bo'lgan itikaflarda ro'za shart. Nafl itikaflarda-chi ro'za shart emas. Masalan men nazr qilmadim. Ma oyda bir 3 kun itikaf kiray deb kirgan bo'lsam, ro'za tutishim shart emas. Masalan, 3-chisini aytdim, mustahab. Qachon mustahab? Mushu Ramazonning oxirgi 10 dan boshqa har qanday vaqtda itikaf kirish bu mustahab. Buningga ro'za shart emas. Shundaqla vojib bo'lgan, ya'ni nazr qilgan itikafning eng oz muddati cho'qim 1 kun bo'lishi kerak. Nimishqa? Chunki uning ro'za shart bo'lg'achqa, ro'za deganning eng qisqa necha kun bo'ladi? 1 kun bo'ladi. Yarim kun yoki 1 soat itikaf kirish e'tiborga ilinmaydi. Ya'ni bir odam men mush oyda 15-sila 1 soat itikaf kirma deb nazr qilgan bo'lsa-mu, u 1 soat deb qilgan nazrisi 1 kunga tushadi. Ammo mustahab-chi. Masalan, men oyda bir 2 soat itikaf kiray desa, mustahab bo'lgan itikafda eng qisqa muddat, hatto bizning Hanafi mazhabda minib turib, mangan holatida kirgan bo'lsa hisoblaydi. Ya'ni buning eng qisqa muddat bo'lsa-mu bo'ladi. 1 kun bo'lish shart emas. 1 soat bo'lsa-mu bo'ladi. Endi onun şartları qaysi degan vaqtimizda birinchidan islom, ya'ni musulmon bo'lish kerak, itikaf kirmoqchi bo'lgan odam. Kafir itikaf kirib olsa to'g'ri olmaydi. Odamni topmaydi. Ikkinchisi aql va tamyiz. Sarang itikaf kirsa to'g'ri olmaydi. Shundaqla aqlni pakatmagan 6 yoshdan tuan kichik bola itikaf kirsa, uning to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ular ibodat ahli emas. Uchinchi sharti er kishiningki jamoat masjidi bo'lishi kerak. Cemaat mescidi degan qanday masjid desa, uning imomi va muazzini va masjid. Mayli uning 5 vaqt namoz o'qisin, o'qimasin, cho'qim imomi va muazzini va masjidda turishi shart. Er kishi uyda itikaf kirsa hisob bo'lmaydi. Illal mar'a, ammo ayol kishi uyda itikaf kiradi. Ayol kishining masjidda itikaf kirishi makruh. Undan keyin niyat. Masjidga haramga kirib 10 kun ibodat qilib chiqmabdi haramdan. O'sha itikafga hisob bo'lsin deb kim niyat qilsa hisobmi? Yo'q. Cho'qim old bilan men itikaf kirma degan niyat bilan kirish kerak. Bu shart. Undan keyin ayol kishi uyda itikaf kirmoqchi bo'lsa, erining ruxsat qilishi shart. Chunki haqlari bor. Ustida erining erga ado qilish tegishlik. Undan keyin ayol kishi hayzdan, nifasdan, er kishi junublikdan pok bo'lishi shart. Onun keyin onun ruknisi qaysi desa, ruknisi birinchisi masjidni lozim tutish. Ya'ni jamoat masjidini lozim tutish. Nima ishlar buzib o'tadi desak, uni buzg'uvchi ishlar birinchisi al-hayd va nifas. Ya'ni ayol kishi itikaf kirgan holatida hayz ko'rib qolsa yoki nifas holati yuz berib qolsa buzib o'tadi. Shundaqla jima buzib o'tadi, er bo'lsin, ayol bo'lsin. Undan keyin al-inzal an mubashira. Yani ayol kishini quchoqlab yoki suyab degandek inzal yuz berib qolsa itikaf buzilib ketadi. Undan keyin
Uzursiz holatda itikobdan chiqish yoki itikob turgan masjiddan chiqish buz o'tadi. Ammo juma namozi uchun masalan turgan masjidda juma namozi o'qimay cho'ng masjid juma namozi o'qib qolsa, cho'ng masjidga borsa bo'ladi. Undan boshqa zuri yemak ichmak uchun chiqsa bo'ladi. Undan boshqa uzursiz holatda chiqsa bo'lmaydi. Bu vojib nazrlarda, masalan men 10 kun itikob kirishni o'zimga nazar qilgan bo'lsam, chuqum 10 kun turishim kerak. 10 kun to'shmay turib chiqib ketsam, itikob buziladi. Buna vasoqlashlar itikobga aloqador hukmlar shart tugidi, oxirgi kun hukm berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, bayin hukmi fi ma yali fil i'tikob. Tuandiklarning itikobdagi hukmini bayon qiling deydi. At-taharatu min al-hayd, shartmi, ruknmi, mubtilmi, sunnat muakkada. Qaysi bo'lsa shuni udulusqa bilgunsizlar. Unda vasoqlashlar bizning bugungi darsimiz musha daxilashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم